ليث صبور ريح الشهادة. Endi ikkinchi sifat, yana fe'li Allohning sifati bugungi darsimizda o'rganadiganimiz Allohning hijoblanish sifati va fe'li. Bu Qur'onda kelmadi Allohning hijoblanishligi. Hadislarda keldi va o'zi voqelik tasdiqlagan bu sifatini Allohning. Ya'ni biror kishi Allohni ko'ra olyaptimi hozir? Yo'q, hech qachon tarixda ham ko'ra olmagan. Hatto Musa alayhisalom talab qilgan paytlarda Alloh aytdi: "Lan taroni, meni hech qachon ko'ra olmaysan", ya'ni bu dunyoda. Nima uchun? Chunki Alloh hijoblangan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Hijabuhun nur." Uning hijobi nurdir. Agar uni ochsa, uning yuzining nuri ko'zi yetgan joydagi hamma narsani kuydirib yuboradi deganlar. Imom Muslimda kelgan hadis. Demak, Alloh azza va jalla nur bilan hijoblangan. Bizdagi insonlar kabi bir matoh bilan, qop-qora narsa bilan emas, nur bilan hijoblangan. Siz aytisizki, qanday nur bilan hijoblanadi? Buni misolini Alloh maxluqlaridan ko'rasiz. Masalan, quyosh eng jazirama bo'lgan paytda quyoshga qarasangiz, ko'ra olasizmi? Yo'q, nimani ko'rasiz? Nurni ko'rasiz faqat. Ko'z faqat yorug'likni ko'radi, shu bilan qop-qora bo'lib ketadi hamma joy. Boshqa hech qachon hech qanday narsani ko'ra olmaysiz, quyoshni hatto doirasini ham ko'ra olmaysiz. Nima uchun? Chunki nur kuchliligidan. Yo'lda ketayotgandingiz, ro'parangizdan kelayotgan avtomobil yuqori qilib chirog'ini yoqdi. Ana shu paytda ko'zga nima ko'rinadi? Nur ko'rinadi faqat. Nur uni ortdan chiqayotgan, nur undan chiqayotgan ortdagi sayyora ko'rinmaydi avtomobil. U avtomobilning oldidagi nur ko'rinadi faqat. Nur sizga ana shunday hijob bo'ladi avtomobil qarshisida. Ko'ryapsizmi? Maxluqlarda qanday bu narsaning imkoni bor ekan? Nur bilan hijoblanishlik. Endi Xoliq azza va jalla shu butun koinotga nurni bergan, nuru samavati val ard, samavot va yerning nuri batariqola bu nur bilan hijoblanadi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man tawalla shay'an min amril muslimina fahtajaba duna hajatihim va faqrihim ihtajaba Allohu anhu duna hajatihi." Kimdaki musulmonlar ishlaridan biror narsaga boshliq bo'lib, so'ngra ularning hojatlari va faqirliklari oldida hijoblanib olsa, Alloh uning hojati qarshisida hijoblanadi deganlar. Alboniy sahih degan bu hadisni. Ya'ni, masalan, Alloh bir odamga mansab berdi, musulmonlar ishlariga boshliq bo'ldi. Bu oddiy bir mahallakomdan tortibmi, oiladagi boshliqdan tortib, davlat rahbarigacha hammaga tegishli gap. Xolos sizda bir musulmon bor, ya'ni. O'shalarning hojati bor. Siz o'shalarning hojatiga qaramaysiz, faqirligiga qaramaysiz. O'lyaptimi, qolyaptimi sizga qizig'i yo'q. Hijoblanmagansiz degani, ya'ni o'zingizni olib qochasiz undan. Bormaysiz oldiga. Ko'rsangiz qochasiz, yaqinlashtirmaysiz oldingizga. Huzuringizga kelsa haydaysiz. Eshitmaysiz dardini. Ana shu hijoblanmagansiz degani. Agar shunaqa qilsangiz, Alloh sizning hojatingizni qarshisida hijoblanar ekan sizdan. Ya'ni sizda ham nima? Ishingiz tushmaydimi Allohga? Har lahzada ishingiz tushadi Allohga. Nafas olayotganingiz o'zi Allohning madadi bilan. Endi bir Allohga sizdan nimadir arz qilganingizda, Alloh ham sizdan hijoblanadi. Ya'ni Alloh sizni huzuriga qabul qilmaydi. So'raganingizni bermaydi. Ana shu Alloh hijoblanadi degani, ya'ni u so'raganingizni bermaydi. Bu yerda muhimi Allohning mana shu hijoblanish sifatiga va fe'liga dalolat qilyapti. Yana bir hadisda Abu Dovudda rivoyat qilingan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaba Allohu minhu." Kim farzandiga shunday qarab turib uni inkor qilsa, Alloh undan hijoblanadi deganlar. Ya'ni masalan bir odam bolasidan tonib yuboryapti. Mas'uliyatdan qochibmi, nimadan bo'lsa ham. Xotindan shubhalanib, bolasidan tonib yubordi, mening bolam emas bu. Dalil isbot yo'q. Ana shu qarab turib deyapti, ya'ni ko'ziga baqrayib qarab bolasiga meni bolam emassan desa bir odam, Alloh undan hijoblanar ekan. Chunki bu o'zining farzandidan hijoblanib oldi-da. Alloh undan hijoblanadi, yuz o'giradi. Yana shuningdek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, jannat ahli jannatda ne'matlar ichida turgan paytlarida ularga bir nur chiqadi oldilaridan. Shunda ular qaraydilar, qarasalar Robb azza va jalla ularga qarab turibdi ustlaridan. Assalomu alaykum ya ahlal janna deydi. Mana shu Alloh aytgan narsa salamun qawlan min robbir rohim. Robbir rohimdan salom so'zi beriladi ularga. Shunda ularga nazar soladi Alloh. Ular ham unga nazar soladi. Keyin ana shu holatda turadilar, ya'ni Allohni qarab, jamolini tomosha qilib turadilar. Hatta yahtajibu anhum, to Alloh ulardan hijoblanguncha shunday qarab turadilar Allohga. Keyin uning nuri va barakoti ularda va ularning diyorlarida qolib ketadi. Ya'ni Allohning o'zi hijoblangandan keyin Allohning nuri, barakasi qoladi yerlarda, jannatda. Chunki bugun qarang, quyosh bizdan hijoblangach,
Shuni tafti kechqurun ham qoladi baribir, to'g'rimi? Aks holda quyosh botgan zahot ham yo muzlab ketishi kerak edi. Endi Alloh azza va jalla hijoblangandan keyin uni nuri, barakasi qolmaydimi? Jannat ana shu bilan jannatda aslida. Muhimi mana shu hadisda Alloh hatto jannat ahlidan ham hijoblanib turishligi aytilgan. Doim to'xtovsiz ularga ko'rinib turmaydi Alloh. Kuniga 2 marta deyilgan. Alloh ularga ko'rinadi. Nima uchun doim ko'rinib turmaydi? Ular jannatning boshqa ne'matlaridan ham foydalanishdan uchun. Aks holda Alloh azza va jallani ko'rib turganda boshqa narsaga inson qaray oladimi? Yo'q. Qaragisi ham kelmaydi va qarashligiga imkon ham bo'lmaydi. Alloh endi ular boshqa ne'matlardan ham foydalanishsin deb, shuning uchun ulardan ham hijoblanib turadi. Imom Ibn Abu Zimnin rahimahulloh Usul sunna kitoblarida aytganlar, ahli sunna val jamoa Alloh azza va jalla ulardan hijoblanadi deb iymon keltiradi deganlar. Ya'ni bu inkor qilinmaydi. Hijoblanishda yoki boshqa ma'nolarda bu deb ta'vil qilinmaydi. Endi 3-chi fe'l Alloh azza va jallaning fe'llaridan bugungi darsimizda o'rganadiganimiz toy urash fe'li. Anbiyo surasining 104-oyatida Alloh aytadi: "Yawma natvis samaa ka tayyis sijilli lil kutubi, kama bada'na awwal khalqin nu'idu, wa'dan alayna inna kunna fa'ilin." U kunda biz samoni uraymiz. Xuddiki yozuvlar maktubga urilgandek. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Biz foil ana shunday qiluvchidirmiz deydi. Toy yozilib yotgan narsani urash degan. Masalan, qadimgi zamonlarda maktub yozilganda ko'rgansiz. Maktub bunday dumaloq qilib rolon shaklida o'ralgan. Ana shuni u o'qish uchun yoyib ochilingan keyin ikki tomonga qaratib. Ana shu jarayon o'ralib turgan narsani yoyib ochishdi. Buni kengaytirish deyilsa, aksi urashdi, toy deyiladi. Biz yuqorida aytdik, o'sha Big Bang hodisasidan keyin uni fath deb nomlandi yoki mana Musi deb aytdi Alloh o'zini kengaytiruvchi dedi. Mana shu xuddiki o'sha kitobda varag'ini ochishga o'xshaydi. Ya'ni koinot sahifasi ochilingan, borliq boshlanganda. Koinot kengayishni boshlagan. Maktub yechilinganida kattarganiga o'xshab. Endi bir kun keladida, qiyomat bo'lganda bu koinot maktubi o'qib tugallanildi. Ya'ni biz kitobmiz o'zi. Lavhul Mahfuzdagi uni 3 o'lcham olamga chiqqan ko'rinishimiz. Xuddiki mana yaqin tariximizda sinemada kinofilmlar qanday taqdim qilinardi? Plyonkalar 2 o'lchamlik. O'sha plyonkalardan tashqariga nur orqali chiqarilardi. Biz Lavhul Mahfuz kitobidan, sahifasidan mana shunday olamga chiqib turibmiz hozir. Muhimi koinot qiyomatda tugagan paytda mana shu plyonkalar o'ralganiga o'xshab Alloh koinotni qaytadan uraydi, ya'ni yig'ishtiradi. Bo'ldi, koinot plyonkasi aylanishni to'xtaydi. Film tugadi. U filmki koinot filmi. Ana shuning uchun uni plyonkasi o'raladi qaytadan. Alloh mana shu jarayonni biz o'raymiz deyapti. Bu tasavvur qilyapsizmi? Qanaqangi katta o'ralinish jarayoni. Koinot butun shunday borliq plyonkasi ana shunday o'ralinishligi bu Allohning qudratidan boshqa narsa bilan bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh o'ziga nisbat berib biz samoni o'raymiz deyapti. Xuddiki yozuvlar haligi maktubga o'ralganiga o'xshab, yuqorida aytilgandek. Ya'ni maktub yozilganda yozuvlarni qanday o'raysiz qog'ozni aylantirib. Ana shunday qilib butun koinot Allohning qo'lida qog'ozdek o'raladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Yaqbidullohu al-arda va yatwi as-samaa bi yaminihi, thumma yaqulu ana al-malik ayna mulukul ard." Alloh yerni qabz qiladi-da qiyomat kuni. Samoni o'ng qo'li bilan o'raydi. So'ngra aytadiki, "Men malikman, yerning maliklari qayerda?" deydi. Ya'ni bir qarch kursiga o'tirib olib ilohlikni da'vo qilgan, Xudoyingga borib ayt deganlar qani? Yerdagi katakonlar. O'ralaydigan bir qarch gilamchani ustida o'tirib olib ilohlikni da'vo qilganlar qani deydi. Yerda shunday Alloh bitta qo'li bilan qabz qilib, qismlab o'ng qo'li bilan samoni o'rab deyaptilar. Butun shu borliqda biz o'tirgan yer, ustimizda soya qilib turgan osmon hammasini Alloh ana shunday g'ijimlab tashlaydi. Hovuchida. Maqsad mana shu hadisda ham samoni o'rab tashlaydi o'ng qo'li bilan deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 4-sifat bugungi darsimizdagi bu Allohning sifatlaridan ixtilofli ulamolarda julus va qu'ud. Alloh arshga o'tirishligi. Alloh arshga istivo qilishligi mavzusini o'tdik.
Ammo ba'zi ulamolar ana shu istivoga qo'shib Alloh o'tirishligi arshga degan sifatni ham keltirishadi. Bu Qur'onda sobit bo'lmagan Alloh o'tiradi degan sifat. Sahih bir hadislarda ham sobit bo'lmagan. Ba'zi salaf solihlar istivoni lekin shunaqa tafsir qilgan. Mana Imom Xoriji ibn Mus'ab ad-Dobiy aytganlar. Buni Abdulloh ibn Ahmad Sunnah kitobida rivoyat qilganlar. Ya'ni istivoni Alloh arshga o'tirishi deb tafsir qilganlar. Hofiz Doriqutniy rahimahulloh ham u kishi mashhur she'rlarda Alloh taoloni sifatlab, Allohning arshga o'tirishligini sifatlaganlar. Albatta bu o'sha tashbihni inkor qilib aytiladi. Ya'ni biz hozir kursiga o'tirgandek Alloh o'tirdi demaymiz buni. Arshga ko'tarilganda biz zinadan chiqqanimizdek chiqdi demaganimizga o'xshab o'ziga xos deymiz-ku. Ana shunday arshga o'tirdi deganda ham agar bu sobit bo'lsa, ya'ni bu o'ziga xos deyiladi. Shu imomlarning so'zini olinsa demoqchiman-da. Ibn Taymiyya rahimahulloh mana shunday deganlar. Maloikalarni Alloh harakatlanish bilan sifatlaydi. Odamlarni ruhlarini harakatlanish bilan sifatlaydi. Tushadi, ko'tariladi ruhlar, maloikalar. Bu odamlarning jismini harakatiga o'xshamaydi-ku, to'g'rimi? Biz dunyoda ko'radigan harakatlarga. Va odamlarning jismida imkonsiz narsalar ularda imkoni bor-ku. Maloikalar va ruhlar harakatida. Endi Rob taoloning haqida batariqalo shunday deymiz. Biz o'zimizni jismimizdagi ruhimiz jismimizga o'xshamay harakatlanar ekan, endi Alloh azza va jalla harakatlansa, tushsa dunyo osmoniga, ko'tarilsa arshiga, boringani mana shu ba'zi ulamolar aytgandek arshiga o'tirsa, bu biz ko'tarilganimiz, tushganimiz, o'tirganimizga o'xshamaydi. Sen Allohni o'xshatib qo'yding-ku maxluqqa deyilmaydi. Masalan, qabrda mayit o'tqizilinadi deyilgan. Siz bugun kamera qo'yib kuzating ham ko'rmaysiz uni o'tqizilinganini. Bu boshqa olamda o'tqizilinadi. Bizga ko'rinmaydi. Endi kimdir buni agar Qur'onda kelmadi, sahih sunnatda kelmadi, shuning uchun buni aytmasak yaxshi desa, yaxshi. Qur'onda, sahih sunnatda kelmagandan keyin aytmasangiz, lekin o'sha aytgan ulamolarning o'zrini bayon qilyapmiz biz. Ular mana shunaqa ma'noda aytishadi. 5-sifat Allohning fe'li, ya'ni ifroq, quyib yuborish. Ifroq faroq so'zidan olingan. Faroq bo'shliq degani. Alloh Qur'onda Musa alayhisalom onasi haqida aytgan-ku, "Asbaha fuadu ummi Musa fariqa." Musoning onasining qalbi bo'sh bo'lib qoldi deydi. Ya'ni hech narsa ko'ngliga sig'may qolgan. Musoning hayoli bor faqat. Endi ifroq degani bo'lsa bir narsani bir narsadan boshqa narsaga bo'shatish degani. Masalan, bir paqirdagi suvni olib narigi paqirga quysangiz, afroqat shu paqirni quydi deyiladi. Afroqat davlat bo'lmasa. Endi bu sifat Qur'onda sabr bilan qaytlanib kelgan. Bu fe'l Allohning. Ya'ni mana Baqara surasida Tolut bilan Jolutning jangida keladi. O'shanda Tolutning ashablari, ularki musulmonlar Allohga duo qilib aytishadiki, "Robbana afriq alayna sabra va sabbit aqdamana va sunna alal qawmil kafirin." Ey Robbimiz, bizning ustimizdan sabrni quyib yubor va qadamlarimizni sobit qil va kofir qavmga qarshi bizga nusrat ber. Mana shu yerda qarang, bizning ustimizdan quyib yubor deyapti. Ya'ni bir ozgina emas, quyib o'zingni huzuringda qancha sabr bo'lsa, ya'ni bandalaringga berishing kerak bo'lgan sabr, hammasini bizni ustimizdan quyib yuborishini toki jangda sobit turaylik. Bizni faqirimizga o'zingni huzuringdagidan quyib yubor. Cheksiz qilib sabr ber degan ma'noda kelyapti. Shunga o'xshash yana A'rof surasida 126-oyatda keladi. Musa alayhisalom sehrgarlarini, ya'ni Firavun sehrgarlari asli, lekin Musa alayhisalomga iymon keltirgan sehrgarlar demoqchiman. O'shalarda Firavun o'ldiraman deganda ular duo qilib, ular aytadiki, sen bizdan Robbimizning oyatlariga iymon keltirganimiz uchun intiqom olyapsan. Robbimizning oyatlari bizga kelganda biz iymon keltirdik. Ey Robbimiz, bizga ustimizdan sabrni quyib yubor, bizni musulmon holda vafot ettir deyishgan. Mana bu ham oson emas-da, Firavunning unaqangi zulmida o'lish, osongina o'ldirmagan u. Qiynab o'ldiraman degan. Va shunday qilgan ham. Bugungi chidash oson emas. Ana shuning uchun biz ustimizdan quyib yubor uni deyishgan, sabrni ya'ni. Mana bu yerda mana sabrni quyib yubor deb keltiryapti. Mol dunyoni quyib yubor ustimizdan demaydi Alloh, qarang. Shunaqa duoni o'rgatmagan, sabrni quyib yubor degan. Ammo buni ham inson ofiyat paytida so'ramaydi. Bu hammasi musibat, qiyinchilik paytlarida. Ofiyat paytida bir odam sabr so'raganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam balo so'radiganlar. Ofiyat so'radiganlar. 3-Kahf surasida 96-oyatda keladi. Bunda Zulqarnaynni fe'lida kelgan. Buni lug'atda tushuntirish uchun aytayapmiz, Allohning fe'li sifatida emas. Zulqarnayn hali Yajuj Majujlarni qamagan paytda atuni ufriq alayhi qitro olib kelib ustidan eritilgan mis quyaman deb, hali dovonning ustidan eritilgan misni quyib yuborgan. U mahkam bo'lishligi uchun. Mana shu yerda shu lug'at kelganda qarang.
ufriq alayhi qitra deganda, ya'ni quyib yuborish bir narsani sharillab. Demak, inson qiyinchilik, musibatlar, sinovlar paytida Allohdan ana shunaqa sabrni ustidan quyib yuborishligini so'rashligi kerak. Maqsad biz sabrni idishiga aylanib qolaylik deganda bu. Qancha sabr bo'lsa biz ichimizga tushsin shu. 6-sifat bas, yoyish sifati. Baqara surasida 164-oyatda Alloh aytadi: "Va basta fiha min kulli dabba." Alloh yerda barcha jonivorlardan yoyib qo'ydi deydi. Ya'ni yer yuziga hayot bitta nuqta tarzida tushgan. Meteorit orqali. O'sha hayot keyin ko'payib butun yer yuzini egallagan. Molekulalarga aylanib ko'payib butun yer yuzida maxluqotlar, dobba, qimirlagan jonivor hammasi paydo bo'ldi. Biz bu bilan Darwin nazariyasini haq demayapmiz, shuni biling. Evolyutsiya nazariyasini, ya'ni. Darwin nazariyasini davom etamiz biz. Inson maymundan evolyutsiya bo'lib paydo bo'lgan degan narsani inkor qilamiz biz. Inson Alloh yaratdi. Lekin hayvonot o'zi tarqalishligi evolyutsiya bilan, Allohning qudrati bilan uni evolyutsiya deb nomlashsa ham, mana shu hozir aytilayotgan narsa. Buning tasdig'i voqelik. Ya'ni bir joyda bor hayvon butun dunyoda bor. Chunki u shunday tarqalgan butun dunyoga. Nabotat olamida ham ko'rasiz mana. Bundan bir 1000 yillar avval pomidor, kartoshka, mana shunaqangi poliz ekinlari faqat o'sha o'saydigan joyda bo'lgan. Shuning uchun ham hech bir joyda hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida sahobalar pomidor yeydi degan narsa kelmagan, yo'q bo'lgan ularda. Kartoshka yeydi degan narsa. Lekin hozir pomidor, kartoshka yo'q joy bormi? Yo'q. Nimaga? Chunki butun dunyoga tarqaldi bu. Ana shu tarzda hayvonot olami ham butun dunyoga tarqalgan. Uni kim tarqatgan butun hayvonot olamga? Alloh tarqatgan. Basta fiha min kulli dabba deydi. Har qanday jonivorni Alloh tarqatib qo'ygan. Ana shu bassa degani bir narsa sochilib ketib tarqalishligi degani. Mana qiyomatda Alloh aytadi: "Bussatil jibalu bassa." Tog'lar bassa, ya'ni sochib yuborilib, tarqatib yuborilib, changga aylantirib yuboriladi deydi. Fakanat haba'an munbatha. U unga aylanib, ya'ni kukunga aylanib, tarqalgan kukunga aylanadi. Havoda quyosh chiqqan paytda chang zarralari uchib yurganini ko'rasiz-ku. Qiyomatda tog'lar ana shunday munbatha deyapti. Mana shu hozir biz mavzuning tegishli joyi. Hamma joyga yoyilib, tarqalib, changga aylanib uchib yuradi fazoda. Bugun men misolini mana bir qora tuynik bir sayyorani o'z domiga tortayotgan paytda ko'rasiz. Xuddi mana shunga o'xshash jarayon, ya'ni quyosh chiqqan paytda quyoshning nurida chang zarralari uchib yurgandek, koinotdagi katta jismlar, sayyoralar, yulduzlarni qora tuynik ana shunday changga aylantirib o'z domiga tortadi. Ana shu haba munbatha degani. Tog'lar kukunga aylanib uchib yuradi ana shunday. Zarralarga aylanib. Inson ichiga sig'may ketsa, shu kimgadir dardini to'kib sochgisi kelsa, shu yerga yetib bormaydi. To'kib sochgisi. Ana shuni arab tilida bas deyiladi. Mana Yaqub alayhisalom ikkita o'g'illaridan kuyganlar, ya'ni ikkita o'g'illari yo'q bo'ldi. Ana shunda odamlar u kishini ma'lumot qilganda shu eslaverar ekansizda o'sha Yusufni deb, u kishi innama ashku bathi va huzni ila Alloh deganlar. Men dardimni sizlarga emas, Allohga to'kib sochyapman. Mahzunligimni ham deganlar. Inson ichiga sig'may atrofga sochgisi keladi-ku, bu qaytarilgan. Hammaga dardingizni to'kib sochmang. Allohga to'kib soching. Joy namoz ustiga chiqing, sajda qiling, yig'lang, nima bo'lsa Allohga ayting. Odam sizga hech narsa qilib bera olmaydi. Alloh qilib beradi. Ana shu bas ichingizdagi bor dard alamizni Allohga to'kib sochishligingiz, ya'ni. Yaqub alayhisalom mana shunday degan. Hozirgi zamonda bu lug'at ishlatiladi. Mana jonlik yoyin. Menimcha o'zbek tilida ham bor shu lug'at, to'g'rimi? Jonlik yoyin. Ya'ni jonlik efir. Ana shuni arab tilida bathul mubashir deydi. Bas yoyin, ana shu efir degan, tarqatish, hamma yoqqa qaratib bir narsani. Bu Qur'onda ko'p o'rinlarda kelgan. Alloh jonivorlarni, insonlarni hatto yer yuziga sochib qo'yganligini zikr qilgan. Mana Niso surasining avvalgi oyatida keladi. Va batta minhuma rijalan kathira va nisa. Ko'p erkak ayollarni Alloh tarqatib qo'ydi, ya'ni bir erkak ayoldan. Yer yuziga bitta odam tushdi. Bitta erkak, bitta ayol. Hozir yer yuzida odam yo'q joyda o'zi yo'q. Antarktidadagi borsangiz ham odam bor ekan o'sha yerda. Endi sig'may Marsga ketaman deyishyapti hattoki. Ko'ryapsizmi, Alloh qanday tarqatib qo'yadi shunday. Shuningdek, yawma yakun nasu kal faroshil mabsus, qiyomatda odamlarni Alloh sochilingan farosh kabi bo'ladi. Shunday chigirtkalardek, hasharotlardek u odamlar sochilib qiyomat mahshar maydonida yurishligi sifatlangan. 7-chi Allohning fe'li bugungi darsimizdagi tazkiya sifati Allohda. Buni
Hatto ba'zi ulamolar Zaki degan ismni ham keltirishgan. Ibn Barojan rahimahulloh Allohning Zaki degan ismi bor degan. O'zimizda insonlarda Zaki degan so'zni eshitganmiz o'zbek tilida ham, arab tilidan olingan. Nima degani zaka? Zaka degani bir narsa top-toza bo'lib, unib, o'sib boraverishligi degani. Mana shuning uchun zakot degan narsa molni tozalab o'stirganligi uchun uni zakot deyiladi. Endi inson nafsini tozalab yomon illatlardan o'zini o'zi ma'naviy o'stirishligini ham tazkiya deyiladi. Buni Alloh insonga qilmasa inson o'zini o'zi tozalay olmaydi. Chunki inson yosh bolaga o'xshaydi aslida. Yosh bola yeydi chiqarishni biladi-ku, o'zini o'zi tozalashni bilmaydi. Inson ana shu aslida. Yeyishni biladi, keyin qovunchtirishni biladi. Yosh bolani shu ota-onasi tozalab qo'yish kerak bo'lganidek, Alloh azza va jalla insonni poklamasa, inson hech qachon pok bo'la olmaydi o'zi. Innal insana lafi khusr. Inson zoti borki, zarar ziyonda ichidan shunaqa. Axiratiga botib yotaveradi. Shuning uchun Alloh aytgan: "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha." O'zini o'zi pok deyotgan odamlarni ko'rmaysizmi? Ya'ni o'zini oqlovchilar. Men deyman. Balki Alloh poklaydi xohlaganini degan. Ya'ni odam o'zini o'zi poklay olmaydi, Alloh qo'ysa insonning ahvoliga. Alloh aytadi: "Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada." Allohning fazli rahmati bo'lmasa, sizlardan hech kimsa pok bo'la olmasdi deydi. Walakinnallohu yuzakki man yasha. Alloh o'zi xohlaganini poklaydi, vallohu samiyun alim. Alloh eshituvchi biluvchidir deydi. Ya'ni o'zi xohlaganini poklaydi degani bu to'yda otilgan tanga emas, kimni boshqa tushsa poklik o'sha pok bo'lib qolaverar ekan deb. Yo'q, Alloh o'zi eshituvchi, samiyun alim, biluvchi, kimni poklash kerakligini o'zi biladi, eshitadi. Inson Allohdan so'rasa, meni pokla ey Robbim, meni nafsim yomon. Yomon illatlarim bor, meni isloh qil desa, Alloh ana shuni eshitadi duosini. Bu gapida rostgo'yligini Alloh uni bilib tursa, ana shunda uni poklaydi. Ammo agar insonni ichida ana shu yaxshilik yo'qligini Alloh bilsa, unaqa insonlarni Alloh poklamaydi. Mana aytadi: "Innallazina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim thamanan qalilan." Allohning ahdini, arzimas va qasamlarini, Allohning ahdi va qasamlarini arzimas narxga almashadigan kishilarni la xalaqa lahum fil oxirah. Oxiratda ular nasibasi yo'q. Va la yukallimuhumulloh. Alloh ularga gapirmaydi. Va la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah. Qiyomat kunida ularga nazar solmaydi. Va la yuzakkihim, ularni poklamaydi ham. Pastda bular chunki mana Allohning ahdini, qasamini arzimas narxga almashgan. Shunday haqni yashiradiganlar haqida ham Alloh aytgan. Alloh nozil qilgan kitobni yashiradigan, arzimas narxga sotadigan odamlarni ularni Alloh poklamaydi degan. Shariatda ham Alloh faqat pok ishlarga buyuradi. Ana ko'z tiyishga buyurgan. Azkalahum, bu ularga pokroq degan. Hamma amallar shariatda ham poklik uchun keladi. Endi bu Allohning ismi tarzida keltirgan dedik, masalan Ibn Barojan, Allohning ismi yo'q unaqa. Ya'ni biz bilganimiz Allohning Zaki degan bir ismi yo'q. Buni ma'nosini bundan da yaxshi ifoda qiladigan Quddus, Subbuh ismlarini o'tdik. O'sha ma'noda bo'ladi. O'sha ma'no bunga dalolat qiladi yani. Ammo bu Alloh taoloning zakiylik, ya'ni poklik, poklashligi Allohning fe'li tarzida keldi Qur'onda. Va inson o'zini o'zi oppoq qilishligi, ya'ni oppoqman deyishligi qaytarildi. Fala tuzaku anfusakum. O'zinglar oppoq demanglar dedi. Va a'lamu biman ittaqa. Alloh yaxshi biladi kim taqvodorligini. 8-sifat mahq. Yakson qilib yuborish, o'chirib yuborish ya'ni. Mahqa degani bir narsa umuman taktub bilan yo'q bo'lib ketishi degani. Masalan, oy 29 kunga to'lgandan o'tgandan keyin osmonda qarasangiz uni topa olmaysiz, yo'q bo'ladi. Hech qayerda yo'q oy. Ana shu oxirgi yo'q bo'ladigan kechasini oyda mahaq deyiladi. Undan keyin yo'q deganda yangi oy chiqmaguncha. Shuningdek, bir tuyani agar faqat erkagi qolib ketsa, ayollari yo'q bo'lsa, ana shu tuyani ham mahaq deyiladi. Chunki tug'ilmaydi tuyalar, chunki bu bilan bu tuya zoti qirilib ketadi. Maqsad mahaqo degani bir narsa tak tomiri qurib yo'q bo'lib ketishligi degani. Endi Alloh azza va jalla kofirlarni mana shunday tak tomiri bilan yo'q qilib yuborishlikni mana shu fe'lini Qur'onda o'zini sifatlagan. Mana vayam haqqal kafirin deydi. Alloh kofirlarni mahq qilishni istaydi. Ya'ni qirib tashlashlikdan shunday. Va shunday bo'ladi ham. Qiyomatda mana oxiri qirib bitadi bu kofir zoti. O'shangacha ham Alloh imtihon uchun qo'yib qo'ygan, kuchi yetmagandan emas. O'shanda hammasi qirilib bitadi, hamma jahannamga zapar. Shunday ribo haqida Alloh aytgan. Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat. Riboni Alloh yo'q qiladi va sadaqatlarni o'stiradi deydi. Ya'ni ribo bilan faqat va faqat iqtisod
sinadi orqaga ketadi. Bugun mana buni dunyo iqtisodida ko'rib turibmiz. Dunyo iqtisodi riboga asoslangan. Borgan sari shuning uchun orqaga ketyapti. Hatto dollar ishlab chiqargan. Dollar bugungi kundagi mana dunyoning iqtisodining ramzi bo'lib qolgan. Amerikani qarasangiz ham qancha qarzi bor. Iqtisod orqaga ketyapti. Mana shu ribo sababdan. Yaponiya, Koreya qanday kuchli iqtisodlik ishlab chiqaradigan davlat deyshadi. Lekin qarang qarzlari qancha. Qarz yo'q, davlat yo'q bugun. Nima sababdan? Ana shu ribo sababdan. Ribo ana shunday yo'q qiladi molni barakasini. Buni Alloh o'ziga nisbat bergan, ham haqulloh, Alloh yo'q qiladi degan. Bu Allohga urush ochishdi chunki bu ribo yani.